Hop, og'alar, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sun'iychilik bilan sayt dasturlar yasaydigan platformani ko'rsataman. Mana shu yerda qanday qilib bekorga 2 oyga, ya'ni obuna bo'lsa bo'ladi. O'zi narxlari bilan tanishtiraman. Mana bu narxlari, mana $25 turadi oyiga va qancha kredit beradi bizga, qancha ishlatsak bo'ladi. Bu yerdagi nima ustun tomoni bor. Bu yerda sayt qilamiz, sayt sразу ishga tushadi. Ya'ni o'zi platformani ichida hamma ustunliklari bor. Mana bu yerda keyinchalik tanishib chiqsanglar bo'ladi. Men hozir sizlarga olishni ko'rsataman. Buning uchun va sizlarga bir ikkita misol ko'rsatib beray. Mana misol uchun bu yerda qanday dasturlar qursa bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin-da. Mana shu savollarga javob beraman. Mana bunaqa saytlar qurgan. Mana bu lava qilingan ekan. Mana shu ishlaydigan tayyor sayt. O'zingiz biznesingiz bo'lsa yoki siz mutaxassis bo'lsangiz, brend yuritayotgan bo'lsangiz, o'zingizni ya'ni tanishtirish uchun, kurs sotayotgan bo'lsangiz, kursingizni tayyorlash uchun mana bundan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Endi men ko'rsatgan yo'l bilan buni bekorga olib, ya'ni pul to'lamasdan olib, sizlarning saytinglarni tayyorlab 2 oy, ya'ni saytinglar 2 oy o'zi Loveblade nimasida, bazasida, oblokalarda turadi. Mana shu yerda boshqarsanglar bo'ladi. Umumiy tushunchaga ega bo'ldilar, ya'ni istalgan saytni to'g'ri prompt orqali istalgan saytni chiqarsanglar bo'ladi. Endi albatta bu yerda katta CRM bir narsalarni chiqara olmaysizlar, katta saytlarni, lekin umumiy landing page, vizitkalar shunaqalarni bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Buning uchun biz login tugmasini bosamiz va ya'ni ro'yxatdan o'tamiz. Yangi obunachi bo'lishimiz kerak. Yangi akkaunt, agar oldingi akkauntimiz bo'lsa bo'lmaydi, yangi ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Hozir men bu yoqqa olib o'taman. Mana pochtalarim ko'rinmasligi uchun. Mana men kirdim. Hozir ism familiyamni yozaman va qanday ko'rinishdaligini tanlayapman. Xo'p, mana kirib oldik. Bizni mana profilimiz, mana hozir free tarifdamiz. Endi mana bu yerga bosamiz. Mana chap tomonda upgrade to pro ga bosamiz. Ya'ni biz pro tarif sotib olmoqchimiz deymiz. Mana bu yerda upgrade tugmasini bosamiz. Mana qaranglar, upgrade. Bizga to'lov oynasi ochildi. Mana agarda, ya'ni biz USDT ga olsak, bizga $25 ga oyiga obunani taklif qilyapti. Biz mana bu yerga promokod degan joyga promokodni bosamiz va mana buni kiritamiz. Mana biz promokodni kiritdik. Mana ahamiyat beraylik. $25 dan 2 oyga sizlarga, ya'ni bekorga deyapti. Mana skidka $25 2 oy davomida. Ya'ni 2 oy biz 1 so'm to'lamasdan buni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda sizlar kartalarni kiritadigan joy bo'ladi. Sizlar viza kartalarni kiritasizlar. Mana yerda oplatit tugmasini bosasizlar. Menda hozir viza kartalarim kiritilgan. Ana shuning uchun shunchaki meni pochtamga kodni kiritaman. Mana bunaqa bo'ladi. Viza kartalarni kiritasizlar va mana shuni bosasizlar mana. To'lov qilish. Viza kartamda hozir mana pulim yo'q umuman, lekin hozir mana to'lov o'tadi. Chunki biz 100% 2 oyga chegirma qabul qildi. Mana. Ana bizga og'alar mana kredit berdi va qachon birinchi oyimiz tugashini ko'rsatyapti. Ya'ni 23-yanvarda 100 ta kreditimiz boshqatdan yana boshlanar ekan. 2 oyga. Endi buni o'chirib qo'yishni ham chunki kimga ulanishda ko'rsatsam bizga keyin qanday, ya'ni uzamiz boshqa deyapti. Mana bu yerga bosasizlar, mana bu yerga kirib qaranglar mana. Hozir mana obuna bo'ldik, mana pro tarifga o'tdik. Davay qurishni boshla deyapti. Mana biz uje pro tarifdamiz. Mana bu yerga bosamiz. Qaranglar. Sozlamaga kirdik. Mana bu yerda plan va kreditlarga bosamiz. Mana bu yerda to'lovlarni boshqarishga bosamiz. Edit information ga o'tamiz. Ya'ni ma'lumotlarni yangilashga o'tamiz va bizni hozir to'lov qilgan, ya'ni Stripe saytimizga qaytarib tashlab beradi. Ahamiyat beringlar, mana bu yerda hozir mana agar o'chiradigan bo'lsak, demak bu 1 oy ishlar ekan. Ya'ni 23-yanvarda bizga o'chib qolar ekan. 2 oyga ishlamas ekan. Hozir o'chirib qo'ysa keyingi oyga. Mana shuning uchun hozir o'chirmayman. Sizlar ham hozir o'chirmasligini tavsiya qilaman. Demak, biz qachon o'chiramiz? 23-yanvarda o'tgandan keyin mana shu oynaga kiramizda, mana bu cancel subscription, ya'ni obunani bekor qilishni bosamiz. Hozir agar o'chirsak, bizda 1 oy bo'lar ekan obunasi. Ana shuning uchun men qo'yib qo'yaman, chunki biz 2 oyga olganmiz. Bizda keyin mana yozib qo'yibdi. Keyingi oydan deyapti. Mana bu yerga yozilgan. Keyingi oydan ham deyapti, sizdan deyapti, anaqa olmaymiz deyapti.
Ya'ni pul olmaymiz deyapti. Keyingi to'lovingiz ham 0 bo'ladi deyapti. Mana. Keyingi to'lovingizga 0 to'laysiz deyapti. Keyingi to'lov o'tgandan keyin 25-yanvarlarga keyin mana shu oynaga kiramizda, mana buni cancel subscription ni bosamizda va mana bu yerda cancel subscription bosib admin qilsak bo'ladi. Men hozir 2 oy ishlatmoqchiman, ana shuning uchun hozir o'chirmayman. Hozircha shu. Agarda savol bo'lsa, biza mana bu neyra jamoamiz bor. Mana shu yerga neyra jamoaga kirib savol bersanglar, savol javobda